حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Allah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e salavatlar olsun ya Rabbi. Mana Quba masjidi, ya'ni Madinada birinchi qurilgan masjid. Bunda Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam ba'zi bir rivoyatlarda tuyani qo'yib yuborgan. Mana shu joyga kelib, tuya to'xtagandan keyin mana shu joyda o'sha joyda masjidni ilk tamal toshini qo'yishni boshlagan va barcha sahobalar bu yerga kelishib, ba'zi ayollar ham yordamlashib, birinchi masjidni to'g'ri qilib Makkaga qiblaga to'g'ri olingan masjid sifatida to'g'ri qo'yishgan. Keyin bu yerda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam mana shu joyda birinchi namozlarni o'qiganlar. Bunda Jabroil alayhissalom imomlikka o'tib namoz o'qiganlar birgalikda. Hozirda mana bizni butun bir musulmonlarimiz bu yerda payg'ambarimizning bir buyuk kalomi bor. Bu joyda bu masjidda 2 rakat nafl o'qisa umraning savobini beriladi degan gapi bo'lgan ekan, gapi bor ekan. Shani endi xudolasa hozir navbat bilan menimcha kiryapti. Xudolasa kirib 2 rakat nafl namoz o'qib chiqamiz. Mana Quba masjidiga balanddan tushdik. Hozirgina aytgan joyimiz. Xo'p. Quba masjidiga azon chaqirildi. Lekin hozir tushunmayroq turibman, sababi nafl namozga aytildimi, asrga aytildimi, lekin asrga hali vaqt bor. Bismillah. Hozir mana Bismillahirrohmanirrohim. Hozir mana shu ko'ramiz birodarlar. Assalomu alaykum va barakatuh. Quba masjidi deydi. Buni bilamiz endi. Bo'lmasa namoz 2 rakat nafl namoz o'qib chiqamiz. Xo'sh. Keyin borgandan keyin ikkalasini ham bizga ellik boshlar to'g'ri tushuntirdimi? Negadir Quba deb qoldi. Da tushundim. Hozir bizga tuflarni yechib qo'yamiz. Buni yechdik. Endi kirib boramiz. Bismillah. Bu masjid mana Quba. Hozir qatdan so'raymiz. Assalomu alaykum. Siz ne brad? Quba da, masjid Quba. مسجد قبة أول مسجد. Rahmat. So'radik. Quba masjidi mana shu ekan. Endi bunda ham 2 rakat o'qiylik.
keyin bilib olamiz qani qaysi qubba. Ana bunda 2 rakat nafil o'qib olsak Allohga yana da ham yaqinroq bo'lishi. Mana bu suv sevib emas, mana bu gulob deydimi? Nimadir sevib kelyapti. Va xo'sh, mana bu yerda Allohning uyida biz 2 rakat. Endi bu yerda qilmoqchi shu bo'lsa 2 rakat nafil namoz o'qib olamiz. Iloji boricha oldinroq o'tamiz. Xo'sh. Oldinroq iloji boricha o'tamiz. Chunki oldinda namoz o'qishni yaxshi ko'raman. Xo'p, chunki har xil oldimizdan o'tib qolishlari mumkin. Allohga ham sanoqli bo'lsin. Ya Rabbiy, mana keldik. Mana shu joyda 2 rakat nafil namoz o'qib olamiz. Boshladik.